Videomiz homiysi Zver.uz veb-sayti. Tashrif buyuring, eng so'nggi Android ilovalar siz uchun. Ayirish. Ayirishning ahamiyati. Ovqat tarkibidagi oqsillar, yog'lar, uglevodlar, suv va mineral tuzlar me'da-ichaklardan qonga sorilib, avvalo jigarga boradi. Jigarda ular organizm uchun zararli va zaharli moddalardan tozalanadi. Shundan so'ng qon orqali tananing barcha to'qima va hujayralariga yetkaziladi. Hujayralarda moddalar almashinuvi natijasida oziq moddalar kislorod ishtirokida oksidlanib parchalanadi. Bu jarayon davomida organizm uchun zararli bo'lgan sidik kislotasi, mochevina, karbamid, kreatinin, qoldiq azot hamda karbonat angidrid kabi moddalar hosil bo'ladi. Ushbu moddalar hujayralardan qonga o'tib, ayirish organlari orqali tashqi muhitga chiqariladi. Ayirish organizm uchun muhim fiziologik jarayon bo'lib, uning yordamida moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan zararli va ortiqcha mahsulotlar uzluksiz ravishda organizmdan chiqarib turiladi. Bu jarayon ichki muhitning doimiyligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Ayirish a'zolari. Ayirish organlariga buyraklar, teri va o'pkalar kiradi. Moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'ladigan gazsimon moddalar, asosan karbonat angidrid, nafas olish organlari orqali tashqariga chiqariladi. Sidik kislotasi, mochevina, kreatinin, qoldiq azot va ortiqcha mineral tuzlar suvda erigan holda buyraklar orqali sidik tarkibida ajratiladi. Suv, mineral tuzlar va qoldiq azotning oz qismi esa ter bezlari orqali ter tarkibida tashqariga chiqariladi. Sidik ayirish a'zolarining tuzilishi va vazifasi. Sidik ayirish a'zolari ayirish tizimining asosiy qismini tashkil etadi. Bu tizimga buyraklar, o'ng va chap, sidik yo'llari, sidik pufagi va sidik chiqarish kanali kiradi. Buyraklar juft a'zo bo'lib, qorin bo'shligining bel qismida, birinchi va ikkinchi bel umurtqalari yonida joylashgan. Ular loviya shakliga o'xshaydi. Buyrakning ichki tomoni botiq bo'lib, bu qism buyrak darvozasi deb ataladi. Buyrak darvozasi orqali buyrakka arteriya kiradi, vena chiqadi hamda sidik yo'li boshlanadi. Har bir buyrakning o'rtacha og'irligi 150 grammni tashkil etadi. Buyrakning mikroskopik tuzilishi. Buyrak boylamasiga kesib ko'rilganda uning ikki qavatdan iborat ekanligi ko'rinadi. Tashqi qavati qoramtir rangli postloq qavat, ichki qavati esa oqimtir magiz qavat deb ataladi. Buyrak to'qimasi murakkab mikroskopik tuzilishga ega bo'lgan nefronlardan tashkil topgan. Har bir buyrakda taxminan 1 millionga yaqin nefron mavjud. Nefron buyrakning asosiy funksional va tuzilish birligi hisoblanadi. Buyraklar juft a'zo bo'lib, qorin bo'shligining bel qismida, birinchi va ikkinchi bel umurtqalari yonida joylashgan. Ular loviya shakliga o'xshaydi. Buyrakning ichki tomoni botiq bo'lib, bu qism buyrak darvozasi deb ataladi. Buyrak darvozasi orqali buyrakka arteriya kiradi, vena chiqadi hamda sidik yo'li boshlanadi. Har bir buyrakning o'rtacha og'irligi 150 grammni tashkil etadi. Buyrakning mikroskopik tuzilishi. Buyrak boylamasiga kesib ko'rilganda uning ikki qavatdan iborat ekanligi ko'rinadi. Tashqi qavati qoramtir rangli postloq qavat, ichki qavati esa oqimtir magiz qavat deb ataladi. Buyrak to'qimasi murakkab mikroskopik tuzilishga ega bo'lgan nefronlardan tashkil topgan. Har bir buyrakda taxminan 1 millionga yaqin nefron mavjud. Nefron buyrakning asosiy funksional va tuzilish birligi hisoblanadi. Yiguvchi kanallar buyrakning postloq va magiz qavatlari orqali o'tib, buyrak jomiga ochiladi. Buyrak jomidan esa sidik yo'li boshlanadi. Shumlyanskiy, Baumen kapsulasiga kiruvchi arteriya mayda kapillyarlarga bo'linib, malpiga tugunchasini hosil qiladi. Ushbu kapillyarlar yana birlashib, kapsuladan chiquvchi arteriyani hosil qiladi. Keyinchalik bu tomir yana mayda kapillyarlarga bo'linib, egri-bugri kanalchalar va genli halqasi atrofini torsimon shaklda o'rab oladi. Buyrakda qon aylanishining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, arteriya qoni 2 marta kapillyarlar to'ridan o'tadi. Shundan so'ng kapillyarlar venos tomirlarga qo'shilib, oxir-oqibat buyrak venasini hosil qiladi.